ko'p qism odamlarning qo'rqadigani o'lim emas, balki hayotning eng oxirgi daqiqalariga kelganda o'tgan umrini aslab, o'zining haqiqiy ma'nidan yashab boqmaganligini his qilish. Ma'lum bir doktorxona mundaq bir tadqiqot olib borgan. Ular 100 nafar sakrat yotgan, yashagan kishini ziyorat qilgan. Ham ularning har biridan o'tgan umringizda aslaganingizda eng pushaymon qiladigan ishingiz qaysi deb so'ragan. Ularning hammasi degudek umrda qilgan ishlar uchun emas, balki umrda ba'zi ishlarni qilib boqmaganligiga hammadan bak pushaymon qiladiganligini aytgan. Masalan, ba'zi ishlarga tavakkul qilib boqmaganligiga, ba'zi orzular uchun tirishmaganligiga degandek. Hamskani menga degin. Hayotingdagi eng chong pushaymoning nima bo'lishi mumkin? Navod o'z vaqtida bunda qilgan bo'lsam. Ey, birodar, ko'zingni och. Sening nishoning nima? Hayotga faqat xizmat qilish, shanba-yakshanbani saqlash va har oyda uy ijarasi topshirishmi? Yo'q, men boshqani bilmasam, bir narsani yaxshi bilaman. Ya'ni har bir odamga talant yaratuvchining uningga bergan eng isil sovg'asi. Qortalik qarindoshlarim, men sizlardan kechirim so'rayman. Chunki men endi hali huquq harakatining yo'lboshchisi Martin Luther Kingga o'xshash mening bir orzuyim bor demayman. To'g'ri, uning bir orzuyi bor edi. Lekin u orzu emas, shu orzu uni tanlagan. Chunki ko'pincha hollarda odam arzuni emas, orzu odamni tanlaydi. Masala shuki, sening shu orzuyingni chin tutqidek jur'ating bormi yo'q? Faqat sanali tava bo'lgan, seni hayajonga solgan shu orzuyingni chin tutamsan yoki orzuyingning ko'z oldingdan uchib ketishiga ko'zingni paqirtib qarab turamsan? Yaqinda men aeroplanga munosabatli bir haqiqatni bayqadim. Ya'ni kelib bu haqiqat odamni bakla hayron qoldirdi. Men bir uçquchi bilan paranglashdim. Uni deyishicha, nurg'un kishi aeroplanga o'ldirishni xatarlik deb biladi ekan. Lekin bu uçquchi menga amaliyotda aeroplan yerda tursa, texmi bakla xatarlik dedi. Bundan men bak ajablandim. Ham nimishqa deb so'radim. Ondan u menga chunki aeroplan yerda turgan chog'da datlashish, qashilga uchrash va zapchastlarning qo'nirash sur'ati osmonda uchqandagi vaqtgidan tez bo'ladi dedi. Endi men birdan o'ylab ko'rgandan keyin, to'g'ri? Deganlaring tamoman o'rinliq dedim. Chunki aeroplan osmonda uchish uchun yasalgan. Xuddi har bir inson ko'nglida orzu qilganidek yashash uchun yaralgan bo'g'iniga o'xshash. Shuning uchun hayotdagi eng chong mag'lubiyat mangu tuz yo'lda menish va mangu osmonga o'rlayanmaslik. Nurg'un kishi yarim kechada uyiga o'g'ir kirib narsalarni o'g'irlab ketishidan qo'rqadi. Lekin amaliyotda har bir insonning qalbida bir o'g'ri bor. U maxsus kishilarning oilarini o'g'irlaydi. Bu o'g'rining ismi ishkilinish. Agar sen bu o'g'riga yo'liqib qolsang, darhol soqchiga ma'lum qil. Ham bu o'g'rini bolalarimizga yaqin yo'latma. Chunki bu o'g'ri xalqaro tutish buyrug'i chiqilgan jinoyatchi. U o'ldirgan orzular mag'lubiyatlardan ko'p. U har xil niqoblarni taqib, sana har xil siyoqda ko'rinib, seni qarg'ularcha ish qilishga, eqimga agishishga undab, seni mundaqli tirikchilik ko'rsatib boqadigan odamga aylantirib qo'ydi. Mundaqli tirikchilik ko'rsatib beqish nihoyat xatarli ish. Sen buni bilamsan. Jamiyatimizda mushunga o'xshash mundaqli tirikchilik ko'rsatib boqadigan odamlar oz emas. Sen turmushingni o'zgartirish uchun mundaqli tirishib boqmoqchi bo'lsan. 100 numara elish uchunmi, o'ruqlash uchunmi, nihoyat o'ng'ay matematik masalani yashmoqchi bo'lgandimi shunday qilsan. Lekin sen hamma ishda mundaqli tirishib qo'ysang, eng oxirida erishgan natijang shunga loyiq odat kishida bir natija bo'ladi. Sening orzuying nima? Orzularingni yalqinchitadigan kuch qaysi? Sen orzularing uchun mundaqli tirishib qo'ysang bo'lmaydi. Orzularing uchun cho'qim jining bilan tirishishing kerak. Orzuga yetish yo'li jafolikmi? Shundoq, u nihoyat jafolik. Ham agir to'qay. Sen bu yo'lda manganda nurg'un qatam yiqilib tushsan, lekin bunga pisand qilma. Bir ishni esingda mahkam tut. Dunyoda hech qanday bir tog' tub-tuz bo'lmaydi. Navoda cho'qqiga chiqmoqchi bo'lsang, sen avval cho'qim tik ketgan tog' yo'llarni besib o'tishing kerak. Balkim sen ba'zida nihoyat eg'ir besim qilishing, umidsizlanib irodangdan qaytishing mumkin. Lekin men sana ba'zi ishlarni deb beray. Dangliq rejissor Steven Spielberg kino televiziya maktabiga 3 qatim imtihon berib o'tamagan. 3 qatim. Lekin u orzuidan voz kechmagan. Notiq programmasining riyosatchisi opera hatto televiziya ishiga bos kelmaydi deb ishdan bo'shatilgan. Lekin u orzuidan voz kechmagan. Naqshxonchi Beyonce baholovchilar tomonidan naqsh aytolmaydi deb qaralgan. U yana xomushlikka giriftor bo'lgan. Lekin u yana orzuidan voz kechmagan. Qiyinchilik va tanqidlashda ulug' muvaffaqiyatlarga erishishning oldingi sharti. Mana bu jahonning cho'rgilash qonuniyatlarining birisi. Bu qoida hamma odam uchun o'rtaq. Seni muvaffaqiyatga boshlaydigan azob oqibatni tanlamsan yoki umrlik pushaymonga qoldiradigan azob oqibatnimi? Bu masalaga qarta fikrimni anglab boqing bormi? Hargiz ishkilanma. Hayot yaratuvchining bizga bergan sovg'asi. Shuning uchun hayotni qadrla. O'tmishing seni kimnikiga vakillik qilolmaydi. Kelgusindagi har bir daqiqada sen butunlay yangicha bir o'zing bo'lasan. Shunga buguningni qadrla. Ba'zida avval yuqoriga chiqib boqqaningda, ondan pastga yiqilgan chig'ingdami o'xshashla qanot yeyib uchishni bilasan. Sen cho'qim vaqting to'yishdan burun harakatga o'tishing kerak. Chunki vaqt keyniga yonmaydi. Qaytadan yashab beqishing mumkin emas. Anglamoqqa bu gaplarim sana dars o'tayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin navoda sen hayotdan iborat yaratuvchining bu sovg'asidan foydalanmasang, unda sen yolg'iz bir o'zingni emas, butkul dunyoni ko'zga ilmagan bo'lasan.
Shuning uchun senda bu olamga atayolg'idek qandoq yangicha bayqash, yangicha fikr, yangicha chora, yangicha texnikalar bor. Obdan o'ylab baqqin. İngilizcedeki universe, ya'ni olam degan so'z uni birdan bir va veris naqsha degan ikki so'zdan tuzilgan. Shunga hammamiz bu olamda hayotdan iborat bu naqshni o'rinlaydigan naqshchilarmiz. Shuning uchun mikrofonni qo'lingga oldi, yurak qalda hayotlik sahnasida bor ovozing bilan o'z naqshangni yangrat. Balkim sen o'tmishga qaytib, hammani qaytadan boshlashga amalsizdirsan, lekin sen hozirdan boshlab o'z taqdirini o'zgartirishga qodir.